Odamlar shu mullatkani tinch qo'yinglar. Bu bechora qiz ham hijobda qiynalib ketdi. Osonmidi? Hazillashib bir hijob o'rab qo'ygan edi bir paytlar. Endi rosa yechishga qiynalib, bahona topolmay oxiri dab durustdan ro'za Ramazon kunlarida yechib yubordi. Kiyimlarini qaranglar, buni yarashib turgan kindilarini ochib, cho'tki rasmlarga tushyapti. Endi yoshligida o'ynab kulyapsan, bechora o'zi shuni dedi-yu. Hali Xudo xolasa katta bo'lib, 2-3 ta bolali bo'lganda yana hijobga qaytar ekan, va'da berdi. Osonmidi hijobda yurish? Prosta tak hozir moda bo'lgani yoshlarda, yosh qizlarda, o'yin qora qizlarda bitta hijobga kirib oladi. Keyin men afsuslandim, afsus yechyapman, qiynalib ketdim, majburlikdan mana shu kalta kiyimlarni kiyishga majburman deb bechora qizlarga ham oson tutmaylar ya. Ha deb. Achchig'i chez bu qizda. O'siroqchalarim, chiqoqlarim deb bitta chiqib, achchig'i kelsa qip yalang'och bo'lib oladi. Qo'linglardan nima keladi? Nima keladi qo'linglardan? Achchig'i tez bu qizda. Xolasa qip yalang'och bo'lib oladi. Na qilmanglar, asabiga tegmanglar. E'tibor bermanglar. Hozir moda bo'lgan, haligi sho'x qizlar bitta hijobga kiradi, bitta yechinadi. Bitta hijobga kiradi, bitta yechinadi. Qo'linglarda nima keladi? Astag'firulloh deb bersa bo'ldi. Keyin oradan vaqt o'tib men baribir ikkita bola chaqali bo'lib, o'sha joyma-joy bo'lib qilganimdan keyin yoshligimda dardimni chiqarganimdan keyin nasibsa balki yana o'ranaman.